soatdagi se. Bu harfning talaffuz qilinishi bundoq. Se. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Sening beshidan ulindigan shakli. Misol: samsa. Sening bosh va oyog'idan ulindigan shakli. Misol: samsaq. Sening oyog'idan ulindigan shakli. Misol: relis. Sening ayrim shakli. Misol: daz. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Samsa. Si harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Samsaq. Si harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Relis. Si harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Daz. Si harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. San, sat, sen, sut, a, san, asan, sa, na, sana, as, ta, asta. Qağa bilan Seg'izxon. Masal: bir kuni Qağa Seg'izxon bilan uchrashib qilib, o'zicha maqtanibdi. Men ajoyib bir qushman. Yerda boyvachchilardek mangaman. Osmonda parvoz qilib uchaman. Qaqildab chiroyli naqshi etalayman. Shu chaqda Seg'izxon mundaq savol qo'yibdi: Qushlar shohi qiran burkutni bilamsan? Bilaman. Uning qiyoga qarab ushqalg'ini ko'rganmiding? Ko'rgan edim. Uning maqtanganligini anglaganmiding? Anglamagan. Kuychi qush bulbulni bilamsan? Bilaman. Uning yiqimliq sayrashini anglaganmiding? Anglaganman. Uning maqtanganligini ko'rganmiding? Yo'q. Qiran burkutdek olg'ur, bulbuldek kuychi maqtanmaydi-yu, sen nima uchun shuncha maqtansan? Bu gaplarni anglagan Qağa Seg'izxonga javob bera olmay, xijil bo'lgan holda uchib ketibdi.